Assalomu alaykum hammaga. Bugun va nihoyat o'sha hamma kutgan videoni olishni boshladim. Soat tungi 2. Ya'ni Gemini Pro'dan bepulga olish. Demak, boshladik. Bizga Telegram akkauntimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan registratsiya qilamiz. Telegram kerak bo'ladi va Telegramdan Gemini Pixel Helper botimiz kerak bo'ladi. Bu botni kanalimga tashlab qo'yganman. Mana shu link orqali o'tib botni ishlatishingiz mumkin. Botga start bosamiz. Bu bot nima qiladi? Ya'ni sizga qanday foyda beradi? Buni asosiy vazifasi siz kiritgan email va parollarni Google Pixel telefoniga biriktirib beradi. Ya'ni Google Pixel telefoniga siz akkauntingizni ochadi va siz o'sha Google Pixeldagi telefon orqali ochilgan akkauntingizdan Gemini Pro obunasini sotib olish uchun link chiqarib beradi. Siz shu link orqali kirib, karta ma'lumotlaringizni to'ldirib, bu Gemini'ni rasmiy o'zini, ya'ni Google rasmiy saytini linkini beradi. Karta ma'lumotlaringizni kiritadigan bo'lsangiz, o'g'irlanishi, pul yechilishidan hech qanaqa xavf yo'q. Ya'ni Google rasmiy saytini qaytaradi bu. Keyin kartangizda $1 puli bo'lishi kerak eng kamida. Ya'ni Google sizning kartangizni tekshirish uchun $1 yechadi va yana qaytarib tashlab beradi. Shunda sizga $0 ga, ya'ni bepulga aynan Gemini Pro obunasini olishingiz mumkin. Demak, davom etamiz. Siz birinchi akkaunt ochgan paytingizda, ya'ni bu botga kirib kelgan paytingizda 3 ta point beradi, ya'ni 3 ta tanga beradi. Siz bu 3 ta tanga bilan ham bemalol olishingiz mumkin, faqat 3 ta tanga orqali olishingizda normal holatda uzoq vaqt kutishingiz mumkin va bu 2 kungacha davom etadi. Ya'ni 2 kunlab vaqt ketishi mumkin, aynan siz akkauntingizni tasdiqlash uchun. Bundan tezkorroq yo'li bor, ya'ni Fastlane. Bu 6 ta tanga yechadi, ya'ni 6 ta tangani hisobiga amalga oshiriladigan operatsiya. Buning uchun siz 3 ta do'stingizni taklif qilishingiz kerak. Ya'ni o'zi sizda akkauntingizni, ya'ni birinchi marta botga kirgan paytingizda 3 ta tanga beriladi va yana 3 ta tanga topishingiz uchun do'stlaringizni taklif qilishingiz kerak. Ya'ni buning uchun bosh menyuga qaytib olamiz. Invite Center'ga o'tib, My Invite, mana shu link orqali do'stlaringizni taklif qilishingiz kerak. Har bitta taklif qilingan do'stingiz uchun bittadan tanga olasiz va 3 ta do'stingizni taklif qilsangiz, Gemini Pro obunasini olish uchun ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Demak, boshladik. Fastlane orqali ro'yxatdan o'tamiz. Bizdan so'ralayotgan ma'lumotlar email, parol va 2 bosqichli parolimizni aynan secret key, ya'ni 36 talik secret key. Bu yerda so'ralayotgan ma'lumotlar juda ham maxfiy ma'lumotlar. Shuning uchun bu ro'yxatdan o'tish paytida asosiy akkauntingiz emas, ikkinchi akkauntingiz, ya'ni ma'lumotlaringiz yo'q bo'lgan, deyarli ishlatmaydigan akkauntingiz bo'lsa, shu orqali ro'yxatdan o'tganingiz anchagina xavfsiz. Bu yerdagi ma'lumotlarni olish, email va parolni olish bu muammo emas. Parolingizni unutib qo'ymagan bo'lsangiz bo'ldi. Lekin secret keyni olish uchun ma'lum bir qadamlarni bajarishimiz kerak. Buning uchun Google akkauntimizga kelamiz. Manage Google account. Bu yerdan maxfiy bo'limga o'tamiz, ya'ni xavfsizlik bo'limiga. Bizga kerak bo'lgan bo'lim 2 step verification, ya'ni 2 bosqichli verifikatsiya. Menda hozir off turibdi. Kiraman va shuni aktivlashtirishim kerak. Agar sizda mana shu yerda autentifikator yoki passkeydan boshqalari galishka bo'lib turgan bo'lsa, ularni o'chirib chiqish kerak. Ya'ni telefon raqami bo'ladimi, zaxira email bo'ladimi, hammasini o'chirib chiqish kerak. Bo'lmasa akkauntingizga kirishda muammo bo'ladi. Autentifikator ilovasiga o'tamiz va setup autentifikator. Plusni bosamiz. Bizda QR kodni skanlash kerak emas.
Aynan mana shu yerdagi 32 ta belgini so'rayapti Telegram botimiz. Buni biz aktivlashtirishimiz uchun avval saqlanib qilib olamiz. Bu yerga tashlab turamiz. Bu yerdagi qilinayotgan amallarni telefonda davom ettirishimiz kerak va buni ekran yozuv qilib videoni bir burchaga qo'yib qo'yaman. Demak, bizga autentifikator ilovasi kerak. Buni bemalol Play Marketdan topib olishingiz mumkin. Plus tugmasini bosamiz va sozlash kalitini kiritishni bosamiz. Kalitga ixtiyoriy nom berishimiz mumkin. Chaqimchi Pro. AI Pro. Kalitimiz katta kichik harflarni farqi yo'q, yozib ketaverasiz qulay usulda, xato yozilmasa bo'ldi. Bizda qo'shildi. Endi mana shu orqali tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Tasdiqlash tugmasini bosamiz. Bizda 2 bosqichli qo'shildi, lekin hali yoqilgani yo'q. Yoqishni bosamiz. Mana 2 bosqichli parol. Bizda 2 bosqichli parol yondi. Mana endi bu yerda yozuv o'chish, ya'ni o'chirish chiqyapti. Bitta orqa menyuga qaytadigan bo'lsak, mana yonib turibdi. Endi davom etsak bo'ladi. Bu yerdagi bizdan so'ralayotgan ma'lumotlar: email, password va hozirgi 32 talik belgimiz, ya'ni secret keyimiz. Bu secret keydan foydalanib akkauntga kirishga harakat qilib o'tirmang. Ya'ni video tugagan paytda bu secret keyni almashtirib qo'ygan bo'laman. Emailimizning nomi chaqimchi AI chaqimchi AI@gmail.com. Mana shu chiziqchalarning orasi bo'sh qolib ketmasligi kerak, lekin ikkitasini ketma-ket qo'yadigan bo'lsangiz birlashib qoladi. Shuning uchun bittadan bo'sh joy qoldiramiz va orqaga qaytib o'chirib chiqamiz. Endi buni paroli yuboramiz buni va tasdiqlaymiz. Taxminan 1 daqiqa vaqt olishi mumkin deyapti. Kutib turamiz. Bu tasdiqlangandan keyin, ya'ni obunani olib bo'lgandan keyin xavfsizlik uchun parolingizni almashtirib, keyin mana bu yerda 2 bosqichli verifikatsiyani ham bitta yangilab qo'yishni tavsiya qilaman. Ya'ni bu yerga kirasiz, change qilib yoki o'chirib tashlab butunlay. Keyin parolimizni ham almashtirib qo'yishimiz kerak. Chunki mana bu botni egasi siz akkauntingizni olishi mumkin, ya'ni siz akkauntingizdan foydalanishi mumkin. Passwordga o'tib turib, siz parolingizni ham almashtirib qo'yishingiz kerak. Hammasini shu obunani olib bo'lgandan keyin. Bu tasdiqlanguncha bir foydali amalni ko'rib turamiz. Ya'ni siz do'stingizni chaqirsangiz, bu yerdan statistika turadi. Bizda mana bu tasdiqlanib bo'ldi. Mana keyinroq ko'ramiz endi.
Va bu yerda bizda eslatma kelyapti. Ya'ni bu akkauntni olishda iloji bo'lsa shu private qilib turib, ya'ni incognito rejimda ochib turib, keyin bo'lmasa boshqa akkaunt tanlanib qolishi mumkin deyapti. Ya'ni sizda mana bu yerda bir nechta akkauntlar bo'lsa, shu yerdan birinchi kelganiga yoki boshqasiga o'tib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun private modedan kiring degan maslahat beryapti. Biz private modni ochamiz va bu yerda berilgan link. Birinchisi bu autentifikatsiya kodini olish uchun kapchasini bajaramiz. Ya'ni bu yerdagi kod har 15 sekundda almashib turadi. Ya'ni bu ikki bosqichli parolimiz. Endi mana bu kodni olamiz, ya'ni linkni olamiz. Mana shu link orqali biz obunani tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Emailga biz chaqimchi ai.uz tasdiqlaymiz. Mana bu yerda ko'rib turadigan bo'lsangiz, $0 bilan chiqib kelyapti. Startni bosamiz. Biz rozimiz hammasiga. Karta raqami orqali davom etamiz va Visa karta bo'lishi shart. Ichida eng kamida $1 puli bilan. Bu $1 yana qaytarib beradi. Sizga 100% bepulga tushadi bu. Karta ma'lumotlarini videoda yopib qo'yaman. Endi buni yopmaslikda iloji yo'q. Chunki almashtirib bo'lmaydi bularni. 44 13 bizda shahar, ko'cha nomi. Kartani ma'lumotlarini saqlab qo'yamiz. Keyingi to'lov 2027-yil 18-iyun sanasida va $19 oyiga. Va hech qanaqa TASX qo'shimcha qiymatlari yo'q. Subscribe'ni bosamiz. Birinchi 12 oy bepul. Ma'lumotlarimizni bir yangilab ko'ramiz unda.
Mana bu yerda chekkadagi ranglar bilan hamma bilsa kerak. Bu Gemini Pro olinganini bildiradi. Endi rostdan ham 1 yilga olindimi yoki yo'q, buni tekshirib ko'ramiz. Buning uchun biz Google AI Pro planga kirib ko'ramiz. Mana rostdanamizda Pro obunasi bor. Buni muddatini ko'rish uchun Wallet Subscriptionsga o'tamiz. Ko'radigan bo'lsak, mana 2017-yil 27-yil 17-iyun sanasigacha Pro obunamiz olindi. Pro obunasida nima qulayliklar bor? Shu yerda tanishib olishingiz mumkin. Ya'ni sizga 5 terabayt xotira, backup va sizda yana bir nechta AI modellardan foydalanish uchun imkoniyatlaringiz ochiladi. View benefits ochadigan bo'lsak, bizda bor imkoniyatlar: Gemini, Notebook LM, Google Flow, AI Studio, Gemini aynan Android Studio ichidagisi, Antigravity va shu kabi bir nechta imkoniyatlar ochildi. Hammaga rahmat. Videoda ishlatilgan parol va email akkauntlar hammasi o'zgargan bo'ladi. Vaqtingizni sarflab o'tmang. Karta ma'lumotlari yashirilgan bo'ladi. Hammaga omad. Agar sizda Telegram bot xatolik beradigan bo'lsa, akkauntingiz tasdiqlanmadi deydigan bo'lsa, shunchaki boshqa akkauntni sinab ko'ring. Akkauntingiz yaqin o'rtada ochilgan bo'lmasligi kerak, ya'ni eski akkauntlardan bo'lishi kerak va oldin Google bepul tarifini, ya'ni 1 oylik tarifini ishlatib qo'ymagan bo'lishingiz kerak. Shunaqa akkaunt bo'lsa, tasdiqlanishi bexato bo'ladi. Bu videoni olish uchun men 2 ta akkauntimni sinab ko'rdim. Ikkalasi ham o'tkazib berdi, qayta yozdim. Shuning uchun sizlar bittada o'tib ketishlaring uchun hozirga aytilgan shartlarni bajarishlaring kerak. Hammaga omad. Soatimiz 2:24 bo'ldi. O'rtacha yarim soat vaqt sarflab obunani qo'lga kiritishingiz mumkin.